Joriy yilning 23-24 hamda 25 sentyabr kunlari Angren shahrida harbiylashtirilgan kon qutqaruv qismining shtabi tarkibidagi bo'linmalar ishtirokida sport musobaqalari 2024 Spartakiada o'yinlari bo'lib o'tdi. Bellashuvda jami 9 ta jamoa sportning mini futbol, voleybol, stol tennisi hamda tosh ko'tarish turlari bo'yicha o'zaro kuch sinashdi. Musobaqaning birinchi va ikkinchi kunlari o'tkazilgan qiziqarli va murosasiz o'yinlar davomida eng kuchlilar final bahslari uchun saralab olindi. Kon qutqaruvchilarni asosiy vazifalaridan kelib, ulardan jismoniy baquvvat, jismoniy yetuk bo'lishlari talab qilinadi. Shu maqsadda muntazam ravishda bo'linmalarda jismoniy tayyorgarlikka alohida e'tibor berib kelinadi. Har bitta vзводlarimizda sport maydonchalari tashkil qilingan, maxsus trenajyor asboblari bilan jihozlangan. Endi vзводlarda o'tkazilgan tayyorgarliklarni umumiy qilib kon qutqaruvchilar bo'yicha o'zaro malaka almashish maqsadida har 2 yilda VGScha bo'yicha sport musobaqalari tashkillashtirib o'tkazib kelamiz. Bu musobaqamizdan asosiy maqsadimiz boya aytib o'tganimizdagi kon qutqaruvchilarni jismoniy tayyorgarligini yana ham yuqori darajaga olib chiqish va o'zaro fikr almashtirish, o'zaro nima deydi, malaka almashtirish desa bo'ladi. Chunki ko'mir konlari bilan rudi konlarini shart-sharoiti har xil bo'lgani uchun hammasida shu kon qutqaruv ishlarini olib boruvchi o'ziga yarasha alohida xususiyatlarga ega. Lekin bir asosiy qilinadigan ishi boya aytganingizdek avariyalarni bartaraf qilish, jabrlanganlarni qutqarish bo'lgandan keyin demakki o'zaro malaka almashtirish ham bu o'tkazgan tadbirlarimizda yuqori o'rinlarga ega bo'ladi. Bizning mo'ljalimiz bundan keyin boshqa bizga o'xshagan qutqaruv bo'linmalari, masalan, UZVC deyiladi, gaz, neft konlarida avariyalarni oldini olish bo'yicha qutqaruv tashkilotlari, gazospasatillar deyiladi. Shularni ham bir sport musobaqalariga jalb qilib, ularning o'rtasida ham shunaqa musobaqalarni tashkillashtirish keyingi bizning planlarimizdan o'rin olgan. Yakuniy bellashuvlar natijasiga ko'ra CrossFit bo'yicha 3-o'rin Olmaliq shahar 10-alohida harbiylashtirilgan kon qutqaruv vзвodiga, 2-o'rin esa Surxondaryo harbiylashtirilgan kon qutqaruv vзвodi yigitlariga nasib etgan bo'lsa, 1-o'rinni Angren shahridagi harbiylashtirilgan kon qutqaruv otryadi qo'lga kiritdi. Mini futbol bahslarida g'oliblik shohsupasining 3-o'rinini Angren shahar 2-sonli alohida harbiylashtirilgan kon qutqaruv vзвodi, 2-o'rinni Surxondaryoning 1-sonli alohida harbiylashtirilgan kon qutqaruv vзвodi va oliy o'rinni Samarqandning 8-sonli alohida harbiylashtirilgan kon qutqaruv vзвodi jamoasi qutqaruvchilari egallashdi. Shiddatli voleybol o'yinlarining yakunida 3-o'ringa Namangan viloyatining 5-sonli alohida harbiylashtirilgan kon qutqaruv vзвodi qatnashchilari, 2-o'ringa Surxondaryoning Sharg'un jamoasi, oliy o'ringa esa Samarqandning qutqaruvchilari loyiq deb topildi. Stol tennisi bo'yicha 3-o'ringa Namanganning Chodak jamoasi, 2-o'ringa Surxondaryoning Sharg'un jamoasi va 1-o'ringa Angrenlik qutqaruvchilar munosib deb topildi. Tosh ko'tarish bellashuvi bo'yicha natijalar esa quyidagicha bo'ldi. Angren harbiylashtirilgan kon qutqaruv otryadiga 3-o'rin, Angren shahar 2-sonli alohida harbiylashtirilgan kon qutqaruv vзвodiga 2-o'rin va Olmaliq shahar 10-alohida harbiylashtirilgan kon qutqaruv vзвodiga 1-o'rin nasib etdi. G'olib jamoalarga harbiylashtirilgan kon qutqaruv qism shtabi boshlig'i tomonidan har bir sport turi bo'yicha musobaqa kuboklari va medallar topshirildi. Sport inson uchun nafaqat salomatlik garovi, balki xalqlar, millatlar o'rtasidagi do'stlik ko'prigi bo'lib xizmat qiladi. Mazkur bellashuv ham qutqaruvchilarning jismoniy salohiyatini yuzaga chiqarish bilan bir qatorda jamoalardagi samimiy muhitning shakllanishiga turtki bo'ldi.